Assalomu alaykum azizlar, e'tiboringizga Dongfeng kompaniyasiga tegishli avtomobillardan biri Forcing S7 avtomobilimizni taqdim etamiz. Avtomobilimiz ikki xil komplektatsiyada avtosalonimizda sotuvda mavjud. Gibrid hamda elektromobil versiyalarida. Elektromobil versiyasi 555 km gacha masofa bosib o'tishi mumkin. Gibrid versiyasi bo'lsa, elektron quvvatni o'zida 235 km gacha masofa bosib o'tadi. Aralash quvvatda bo'lsa 1250 km gacha masofa bosib o'tishi mumkin. Mana shunaqa ajoyib, agressiv ko'rinishga ega avtomobilimiz tashqi ko'rinishi. Avtomobilimizda zamonaviy 19-o'lchamdagi quyma disklar, 360 kamera, ramkasiz eshik oynasi, kirib chiquvchi eshik ruchkalari, kattakon panorama tom ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib avtomobilimizga ko'rib berib turibdi. Avtomobilimiz interyer qismi 3 xil ranglarda mavjud. To'q seri hamda bejli ranglarda va to'q apelsin ranglarda mavjud. Avtomobilimiz interyeri mana shunaqa ajoyib yumshoq koja bilan qoplangan bo'lib, oldi o'rindiqlarimizda isitish, sovutish hamda haydovchi tarafida eslab qolish funksiyasiga ega. Rulda ham isitish funksiyasi bor. Adaptivniy cruise control rejim polasi, ya'ni samotarmojeniya tizimlari ham mavjud. Haydovchi uchun priborlar paneli, selektor qismi rul orqasiga joylangan. Rus tilida kattakon monitor, ikkita podstakanlik, smartfon quvvat qilish uchun bitta port hamda qo'shimcha javonlar ham portlar ham mavjud. Markazda bar. Ikkinchi qatorimizda ham joylar yetarlicha. O'zida havo chiqarib qo'yilgan, qo'shimchasiga ham Type-C portlar ham bor. Keyin ikkinchi qator qismimiz ham orqa tomonda bir-biriga ulangan stop chiroqlar, Forcing logosi tushirib o'tilgan, elektroprivodda ochiluvchi yukxona qismimiz. Taxminiy 470-480 litrga yaqin yukxona qismimiz liftback variantda ochiladi. Avtomobilimiz orqa privodda harakatlanadi. 218 ta ot kuchi, 0 dan 100 km gacha 7.2 soniyada tezlasha oladi. Avtomobilimizni siz avtosalonimizdan bank, rassrochka, lizing orqali xarid qilishingiz mumkin. Barchangizni avtosalonimizda kutib qolamiz.